Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasining og'ir atletika yo'nalishi bo'yicha 4-mintaqa birinchi bosqichi musobaqalarining ochilish tadbiri bo'lib o'tdi. Unda Beruniy, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanlarining sportchilari qatnashdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sayyora Imamova tadbirda ishtirok etib, musobaqa qatnashchilariga omad tiladi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasi 15-17 yosh toifasidagi sportchi yoshlar o'rtasida 10 ta olimpiya sport yo'nalishlari boks, taekvondo, erkin kurash, yunon-rum kurashi, yengil atletika, badiiy gimnastika va basketbol sport turlari bo'yicha 3 bosqichda mintaqaviy, hududiy va respublika bosqichlarida o'tkaziladi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining yakuniy bosqichida Beruniy, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanlaridan ishtirok etgan 40 nafar og'ir atletikachilardan beruniylik sportchilar 6 ta oltin va 1 ta kumush medalini qo'lga kiritdi. Shulardan Anzur Erkabayev, Behruz Rozimov, Serjan Usenov, Sarvar To'xtabayev, Ixlosbek Shukurullayev, Javohir Allamovlar birinchi o'rinni, Sarvar To'xtabayev ikkinchi o'rinni egallashdi. Mana bugun tumanimizda, Beruniy tumanimizda Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqasining 4-mintaqasi boshlanayapti. Og'ir atletika musobaqasidan bunda Ellikqal'a, To'rtko'l jamoalari olib turib kelingan. Hozirda qiziqarli musobaqalarimiz davom etmoqda. G'oliblarni aniqlab, bu yoqda keyin Qoraqalpog'istonga chiqadi. Qoraqalpog'istondan O'zbekistonga o'sha aniqlangan, seleksiya qilingan terma jamoa bolalarini ixtisoslashtirilgan sport maktablariga, olimpiya zaxiralariga qabul qilinadi. Ishtirokchilar Beruniy tumani hokimligi tomonidan munosib taqdirlandi.